Ko'ramiz. Hali kim kimni tiz cho'ktirar ekan. Afzalbek, fatvo markaziga borib, nikoh masalasida gaplashib kelsak bo'lardi. Yo'q, G'aybulla aka, bormayman. Afzalboy, bo'lmasam xotiningiz ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'ladi. Bir tomondan otasi, bir tomonda Sodiq uni xohlagan ko'yiga soladi. Ahmoq xotin. Sodiqni qanchalik yomon ko'rishimni bilardi-yu. Yana uni yoniga borib balo bormi? Essiz. Sizlar jahldasizlar. Lekin farzandlarni unutmaslik kerak. Bugunchalik o'ylab ko'ring. Balki ertaga ertalab birga o'tib kelarmiz. Kela qol. Vali opa, qandaysiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Mana pirashki pishirib olib qo'ydim. Lenaga olib keldim. Voy, rahmat. Давайте, o'ting. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Lena uydami? Ha, Yaxshimi? Uyda. Lena, qo'shnimiz senga pirashki olib chiqibdi. Chiqa qol. Lena, foydasi yo'q. Chiqmaydi. Xo'jayini bilan urushgan, xafa bo'lib o'tiribdi. Bugun ana qo'shningizni ko'rdim, o'g'loy. Qaysi o'g'loy? Mana bir devor qo'shningiz. Ha, ro'paramdagimi? Ha. Xo'sh, Aytishiga qaraganda, qudayingiz ostonangizga nimadir sepib ketayotgan ekan. bu nima degani? Adashmayapsanmi? Yo'q, o'zi aytdi. Aniq ko'zi bilan ko'ribdi. O'zi aytmoqchi edi, chiqib aytmadimi? Yo'q. U menga hech narsa demadi. Ha. Balki shuning uchun qizim oyog'i bilan yiqilgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Nima sepdi o'zi? Bilmadim. Bir nima sepibdi, supurib tashladim dedi. Rahmat senga. Agar qizimga bir nima bo'lsa, Allaqachon bo'lgan. Vali opa qizingiz eri bilan urushib qolgan. Ha. Men Lenani uzoqroqqa olib ketishim kerak. O'sha yerda u bolasini dunyoga keltirish kerak. Bular juda qo'rqinchli odamlar. Meni qizimdan uzoqroq turish kerak. Ha, bir nima qilmasangiz bo'lmaydi. Nima qilishim mumkin? Nima bo'ldi?